Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Rendo Gaming kanali. Bugungi videoda biz Minecraft o'yinini o'ynab mazza qilib dam olamiz. Shu uchun o'zimizga bitta skincha tanlab olish kerak. Ana bomba bor ekan. Zombi bilamiz. Zombi bilamiz. Настройкаларni o'zimga moslab tayyorlab olishim kerak. Demak, endi sizlar bilan birinchi marta o'ynaymiz bu o'yinni. Vijvaniya qilib, buni bir 5 tacha qismgacha olib boraman. Olib borishga va'da beraman. Survival, Creative World. Kattaroq qilay. Nomsisi tugmalar kattaligi. Yo'q qo'yish kerak endi. Bu ana Joker tuzog'i. Чувствительный компьютер. Balarım. Zo'r bo'ldi. Umuman daraxt yo'q, orolchadan spawn qilibman. Yo'q, qachon bo'lish kerak endi. Bu naryoqda. Shaxta ham bor ekan. Birinchi bo'lib daraxt chopishimiz kerak bo'ladi. Hozircha daraxt chopish jarayonini boshlaymiz. Bo'ldik. Ana endi kirka yasab olish kerak. Kirka. Taqilcham yasaydi. Tapor, kirka, qilich bor. Ovqatam bor, bir dona. Endi bugungi kunni o'tkazish kerak shu o'rilchada. Qo'yam topish kerak davlay. O, temir topdim. Temir yaxshi. Zo'r. Toshlarni ham qazib olish kerak. Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada. A festa vai começar. As mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. As mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. As mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro. Mana daraxtlarni, toshlarni ham chopib bo'ldim. Endi temirni olish kerak. Bir dona temir bor ekan. Yana yo'q bu yo'llarda. Yarkos Brosbast. Ballam qilay, yorug' bo'ladi. Bo'ldi. Mana ko'rinibdan aynan mana shunday qo'rg'on ham. Voy, 4 ta temir. Undan ham ko'p. 8 ta. 8 ta tagida ham bitta zo'r bo'laydi. Da bir ekan, bu yoqda option menda bilimi. Da ko'mir ham bor. Yo'qda to'g'mi? Ketdiz, brat. Ovqatdan musqal bitta tovuq yeymiz endi. Endi ko'mir ham olish kerak. Pechkada yasab, tovuq go'shtini pishirib, temirlarni yerda olishga.
shuncha temir bor ekan bu yoqda. Hammasini olish kerak. O'q qizmay. Mana unisini ham. Sen ham. Qani bu yoqlarda-chi? Voy. Bu yoqda ko'mir bor ekan. Ko'mirimiz kerak bo'ladi. Hammasini olish kerak. Bardona ham qolmaydi. Barchasini ko'radi. Mana yetti shoplar. Yo'qlaydi, yo'q. Versdagim. Mana bog'da ekan. Endi pechka yasash kerak. Daraxtlarni qo'yishim kerak. Ikkita pechka yasaman. Hozircha kechqurun zombilar ko'payib ketadi, shuning uchun ham kechqurun tushdi o'sha. Hammasini yo'qotib qo'yish kerak. O'zimga bitta o'yincha tappa tayyor bo'ladi. Verstayni ichkariga qo'yib torch, chiroq. Mana bu yo'llarga qo'yib chiqamiz chiroqdan. Ichkariga kirib bitta eshik yasab qo'yish kerak. Mana tappa tayyor. Bunday ham yasaga bitta ortiqcha qo'yishga. Yana nima qilsam bo'ladi? Yana nimalar yasab? Hozircha yopib qo'yib pechkalarni. Mana bu ichga hammasini ko'mirlarni ham ko'mirlardan qo'yish kerak. Ko'mirimiz kech bo'ldi. Mana unga ishlasa bo'ladi. O'zimizga bitta birinchi bo'lib nima yasagay? Qilich yasayman. Mana tayyor. Buni ishlatmayman, ichkariga qo'yaman. Bu ham pishmayapti. Bunisi pishdi. Tabakan kiyimiz. Maza ketdi-da. Mana bularni ham olamiz. Menimcha do'stlar, bugungi video yetadi. Bugungi videoni shu joydan tugatsak ham bo'ladi. Video ham ko'p cho'zilib ketsa bo'lmaydi. Shunday deb birinchi qismga nima qildim mana. Birinchisiga uy tayyor bo'ldi. Uycha karzombi. Uycha qildim. Uy emas bu, shaxtan ichidan devor qo'yib teshik. Ichida pashta mana ishda bor. Pardona. Yo'q, tamom. Sharoitdan. Shuningdek, keyingi qismni erta yo indin chiqaraman. Keyingi qism chiqishi uchun like bosib omma bilinglar. Har bitta like'laringiz men uchun motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun like va obuna bo'linglar.